Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Ustalar damomaymi degan savollarga javob. Xudo xolasa mana bitta usta kalamiz bilan damogani keldik. Ya bittan ketdi bo'lib ketib qoladi-da. Menga mana shu. Nima ekan? Bu ko'chan kalta bo'lyapti. Hissa qilaman-deyapti. Hissa Aman tikka qo'rgan ekan zinani. Jojo. Mana xolasi ertalabda biz zabt etmoqchi bo'lgan cho'qqa shaqa qarab chiqib ketyapmiz. Mana tabiat ajoyib, suvlar shaffof, o'ta shaffof. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Ravochda topdik. Turrog'i yetib chiqdik. Tom yopish xizmatiga olib qo'yasizlar. Ha, ustalarda zo'rlari shu yerda. Addelchi ham bor, tomchi usta ham bor, tunikafonchi ham bor. Tomg'achmi, toqqa ham chiqadi. Ha. Ravoch deganlarga mana ravochda makon. Mana shu katta bakli o'simliklar ravoch deyapti. Bilganlar bo'lsa yozib yuboringlar, rostdan ravochmi yo biz yeb qo'yib cho'lmay o'tirmaylik. Ko'rishdan mumkin ma'nolarda ham bor. Bizning maqsad tepa singan qo'ya xudo xolasa. Mashqqa chiqish niyat. Assalomu alaykum, mana hozir 2026-yil 28-may sinfdoshlarimiz bilan chiqdik. Mana bizning maqsad mana shu singan qo'ya. Ash qurgan daraxt xudo xolasa. Kuzatib boringlar, xudo xolasa yetib chiqamiz. O'zi ancha yo'lni bosib qo'ydik. Tog'da havosi, tog'da bir go'zalligi, biz ko'rmagan atmosferalar juda ajoyib. Sinfdoshlarimiz qolganlar pastda qolishdi. Mana shu 4 kishi chiqib ketyapmiz, xudo xolasa. Yetib chiqqanda yana video qilamiz. Sekin, Mo'mintoy, sekin. O yo'lni olish kerak. Instagramga qo'yadigan bor. Instagram banglaydi senda hozir. Mana sizlarga yana bir eslatma. Videomizda yaqinlashtiramiz. Biz doim o'tadigan tunnel bo'ladi mana shu. Ko'rinib turgan bo'lsa. Deyarli tunneldan o'tib juda ajoyib manzara, juda ajoyib joylar. Ozgina qoldi, xudo xolasa. Ish sog'duvchi bizga maqsad bo'ldi. Xudo xolasa istedil bo'lib tursak, yaqin qoldi. Mana sinfdoshlar bilan
Mana xudo xolasa ozgina masofa qoldi. Biz deyarli bosib o'tdik. Shu ozgina chiqsak, cho'qqiga chiqamiz. Cho'qqidan keyin yana bitta cho'qqi bo'lishi ehtimoli bor. Biz qayerda turibmiz? Biz mana bu yerda turibmiz. Mashdamiz. Toza havo, ajoyib atmosfera. Sinfdoshlar bilan mana nasib qilib biz degan marraga chiqdik. Turgan joyimizda bu tarafi ham jarlik. Ko'rishlar mumkin, bu tarafi ham jarlik. Yana ham balandroqqa chiqay deb bir qurigan archani ustiga chiqib oldim mana. Atrofni go'zalligini qara, tutdi deydi-ku. Xuddi shu ahvol. Usta akalar, onasini hamsin dam olish ham kerakmi deyman-da, ora-orada. Ozgina bir ishlardan chalg'ib keladigan joylar. Onasini emsin degan joylar. Haligi qo'shiq qo'yadigan joyi keldi-yu. Bilmezin dert veren derdimin darmanları, kun keler pişman olar nefsinin kurbanları. Bence qo'shiq qo'yib video ishlarim lekin chiroyli manzaralarni chiroyli ko'rsatish kerak edi. Juda ajoyib tog'da. Eng cho'qqisiga chiqdik. Mana xohlasa nasib qilib. Bu tarafimiz ham jarlik, bu tarafimiz ham jarlik. Mana Instagramga qo'yish internet zo'r ishlayapti. internet yaxshi. Ozgina harakat, mehnat va nihoyat tog'da eng cho'qqisiga chiqdik. Ko'rishlar mumkin, bu tarafimizda ham mana jarlik. Bu tarafimizda ham jarlik. Tog'da qismidamiz. Sog'lik, salomatlik, obuna bo'lib kuzatishlarni davom ettiringlar. Xudo xolasa. Endi yana ertadan xudo xolasa ish. Bu yerda mana ajoyib bir mo'jizalardan biri. Bu yerda chiroyli bo'lib, qayerdan chiqyapti deganlarga mana tog'da ichratishyapti. Qayerdan suv tushgan yo'q. Faqat masjiddan chiqyapti. Tog'lar ichidan yo'lda bizlarga mana ko'rishlar mumkin. Bag'da ham tog', taraflar ham tog'. Lekin bu yoqda soy bor. Ozgina buloq. Ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari mana kanalimiz a'zolari bag'i tog'da tog' bormi deganlar ham she'rlar bo'ladi. Tushyapmiz, chiqishga tushib oldik. Lekin raza biz ashdan tushyapmiz. Tushib boshladik. Oh, qo'lga tikan kirdi. Mana shu o'qqa. Xullas qaytdik. Borib endi obed qilib uyga, ishga ertadan. Videoga bog'lanamiz, dakkilar. Rasmga ol deganlar shu. Tog'da sekin tushyapmiz mana. Tog'imiz haqiqatda baland. Usta kanaliga video izlayapti. Obuna bo'lib Obuna qo'yasizlar. Akram Shavkatjon Turkofon xizmatlari. Osmondan qora bulut. Biz bosib, like bosib, patpiskalar bosib tashlanglar. Ayemi. Potchiqlar.
Mana Asli eminim dostum 5-6 yildan. do'stimiz nima keragi bor edi bizga shega chiqishdi deyapti. Esdalik uchun mana videoga qo'yyapmiz. Mana shag'aldan qiyin ekan, lekin shag'aldan tushmasa ham bo'lmayapti. Iloji yo'q. Ket bo'lamiz. Sizlarga hozir rovochni ko'rsataman. Mana rovoch deyiladi ekan mana shu. Mana shu rovoch. Qaytishni boshladik endi. Cho'qqini zabt etdik. Devada o'tirdik, damda oldik. Endi yana yo'lga.